Hürmetlik vatandaşlarım, leksiyemizin devamını davamlaştırırız. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi huquq berish qonun loyihasi Tayvanni harbiy yordam berish va harbiy mashqlantirish obyekti qatoridagi davlatlarning qatoriga tizimligiga kirgizdi. Mavzuli xabar 11 ayning 14 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi yaqinida ma'qullagan huquq berish qonun loyihasida Tayvanni harbiy aslahalar bo'yicha yordam beradigan hamda harbiy mashqlantirish obyektlari qatoriga kirgizdi. Diqqat vatandaş. Tayvanga harbiy yordam beradigan obyektga kirgizdi, qatoriga kirgizdi. Ham Tayvanni harbiy mashqlantirish jihatda e'tibor beradigan davlatlar qatoriga kirgizdi. Qonun loyiha Oqsaroyga yo'llandi. Prezident Obama qo'l qo'ygan hamon bu qonun rasmiy qonunga aylandi. Qonun loyiha rasmiy qonunga aylandi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 2016 yil Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qullab, bu qonun loyihasining Osiyo Tinch okeani rayoni ishlari turlari Janubiy Jungo dengiz tashabbusi meselesini qo'shdi. Bu qonun loyihasida Tayvan, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tayland, Vyetnam, Brunei hamda Singapur birlikda Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy ishlarida yordam beradigan va harbiy ishlar sohasida mashqlantirish doirasidagi davlatlar qatoriga tizimlikka kirgizdi. Tayvan demek yuqorqi davlatdan qatoriga tizildi. Sharqiy Janubiy Osiyodagi Amerikaning ittifoqdoshlari yoki Amerika e'tibor beradigan harbiy ishlarda yordam beradigan davlatlar qatorida Tayvan tizildi. Janubiy Jungo dengiz tashabbusiga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 50 million dollar ajratib, bu obyekt bo'lgan davlatlarni harbiy yordam bilan ta'minlaydi. Hamda Janubiy dengiz okean bexatarligini qo'g'dash va mashqlantirish obyekti bo'lgan davlatlarning dengiz okeani engini o'stirishiga yordam berdi. Buning uchun Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Lo Shaohe mundaq ko'rsatdi. Bizning davlat mudofaamizni kuchaytirish planimizga yordam qilgan har qanday yordamni qabul qilamiz. Demek Amerika yordam qilmoqchi, Lo Shaohe nima deydi? Biz davlat mudofaamizni kuchaytirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining bergan yordamini qarshi olamiz va qabul qilamiz.